Bu bichuv jarayonimiz. Bitta bichganda nechta pishiladi aka? 900 ta 800 ta. Oho. Tushunamiz. Hammasida har xil fasonimiz ketyapti. Fonni chiskalab, har bittasini qarab bitta ip osiltirmasligiga javob berish chiskachimiz. Ishiga javob beradigan odamlar ishga olamiz. 50 razmerimiz haqiqiy 50 kiyadigan odamga tushadi. Bemalol. Har bitta ishimizni mana tekshirib olishadi. Ertadan keldi, chiqdi, bo'ldi, pachkaga emas. Betoqda buni ham eng originalini ishlatamiz. O'zi biladiganlar biladi. Mana bunaqa qiyiq bo'lib qolyapti-yu. Bular qaytib quriladi. Hozir men sizga bularni ham ko'rsataman. Tayyorini ko'rsatamiz bular. Tayyorini ham chiqqan bo'lsa ko'rsatamiz. Bular juda yangiligimiz. Bular hammasi har xil fason ekanda. Har xil shularni nimasiga ratiga qo'yamiz. Yuk kakpalojni объем ishlaydiganlarga yukimiz bemalol O'rta Osiyo bo'yicha yetkazib beramiz. Narxlar toza Swarovski. Buni monetiga uloq solinsa, arzonroq chiqarib beramiz. Lozimida ham toshi bor, yonidan tushgan. Qo'llarida ham toshi bor va oldida ham toshi bor mana. Ko'rsanchi. Bu ham Bularimizni narxi ozgina arzonroq. Yangi model Swarovski tosh ekan. Bu tosh, bu toza Swarovski tosh. Buni zamoylari ham toza. Keyin ko'chiring buni, iloji bo'lsa birontasini ko'chirib bering. Hali mijozlarimiz uchun bir ko'chmasligini ham qo'l bilan tirnab ko'chirib bering. Ko'chirib berganga bonus beraveramiz toshini. Hamma joyi kesilgan ekanda chinodagi bu, mana bu ham kesilgan. Mana ko'rinyaptimi? Bu ham alohida kesilgan, qo'li ham kesilgan. Bu degan yoshlarga katta ko'ylak tikib beraveramiz. O'chamaga. Bular mana hammasi Swarovski. Tayyor bo'lgan tashlashga chiqadi. Hammasi bir kvalitet fasonimiz toshi mana bu qolib уже. Shu o'zlarida hamma narsasi o'zlarida bo'lganligi uchun ularniki ishiga sifatiga javob bu xolasa. S-blok 33-do'kon. Bular ikkinchi do'konlangan bu yer. Ha, bu ikkinchi do'kon. Qatarda nima deyiladi? Assalomu alaykum birodarlar. Juda ko'pchilik so'ragan edi sexdan o'zim premium. Mana sexlardan olishni boshlaymiz. Umid akamlarda o'zlarining sexlari bo'ladi. Assalomu alaykum, Sherxonaga. Rahmat. Aka bu birinchi jarayonlardan to'liq tanishtirib olamiz aka. Matolarimiz основной sklatimizga kelib tushadi, uni hali ko'rsatamiz. Sklatimizga tushib, keyin bu yerdan kakpalojni qoplarni bo'shatib, bu yerda hammasi Xitoy materiallarimiz. Xitoy materiallari. Toza birinchi sort materiallarimiz. Hozir bu bosh shuna chiqib, buni qirqib tashlavoramiz buni. Boshda biz ishlatmaymiz, bularni ishlatmaymiz. Buni tashlavoramiz bularni. Bitta bichilganda keyin materiallarimizni bunday olasiz. Eng birinchi sortini ishlatamiz. Olasiz. Buni ham sortlarini o'zi klientlarimiz tushunsa kerak. Ha, tushunadi. Tovarimiz. Bu bichish jarayoni aka, birinchi marta tushadi. Mana matolarimiz. O'zi bilisida ham o'zi farqi bo'ladi matolarimizni. To'g'ri. O'zi to'lanishi ham boshqacha bo'lyapti. Keyin bu bichuv jarayonimiz. Bu yerda hozir kala fasonimiz bichilyapti, balchimerkamiz. Kala fason bichilyapti. Bitta bichganda nechta bichiladi aka? 900 ta 800 tagacha bichiladi. Bitta bichganda 900 ta 800 tagacha bichiladi. Bu yerda chiziq fasonimiz bichilyapti. Razmerlari qanaqa? Bu yerda 46 dan 52 gacha har bitta razmer alohida bo'ladi. Har bitta razmer alohida bichiladi. Alohida shimlari ham alohida razmerda bichiladi. Tepalari ham alohida bichiladi. 4 talik razmer chiqadi. Ha, bu yerdagi bichilib turgan jarayonimiz 52 dan 58 gacha bichilinadi. Bu ham shimlari har bittasi alohida bichilinadi. Har bittasi alohida bichiladi. Bu yerdan chiqib mana kakpalojni mana yerga qo'yamiz mana. Oho. Tushunamiz. Bular bitta yozilingan-da o'zi rasmlari. Bitta hamma yo'g'i yozib joylaymiz. Bular allashib ketish nima bo'lmaydi. Kakpalojni hamma yo'q hisobi olingan. Hamma hisobi olingan. Bu yerda bichilgan narsalarimizni bu yerga joylab olamiz. Bu yerda o'zimiz bitta отдельный ishchi qo'yganmiz. Bu olib kirib yoqalari hammasi chetda bichiladi, mi? Ha, hamma yoq chetda bichilinadi mana. Bu xonada nima bo'ladi? Bu yerda ishchilarimizda oshxonasi. Ha, bu yer oshxona o'zi. Ha. Bu yer oshxona. Ishchilarimiz uchun hamma sharoitlar bor ekan. Hamma sharoitlar qilib berganmiz. Nechta ishingiz bor hozir bitta? 82 ta ishchi ishlayapmiz hozir. 82 ta ishchi. Yana bitta patogimiz xudo xohlasa joyimiz bityapti. Yerga yana bir 100 tacha ishchi olish niyatimiz bor. Bu keyin bichuvdagi narsamiz yerdan chiqadida aravachalarimizga solinadi. Aravachaga solinib bu xonaga. Bu xonaga, bu yerdan chiqadi mana. Mana ishchilarimiz. Bu xonadan bichilgan narsalarni olib kelamiz. Mana shu yerga joylaymiz. Bichilgan narsalarimizni. Mana bu aqa joylaymiz. O'zini modelimizga qarab. Modellar ajratilgan. Qarab ajratib joylaymiz. Keyin mana yerga boshlaymiz. Bu patogimiz Versace, Zebra, g'uncha fasonlarimiz bu patogimizga joylaymiz. O'zini har bittasini nimasi bor? Patogimiz bor. Bu yerga kala fasonimiz joylanadi. Bularda hammasi tayyori bor hozir. Tayyori bor, bularni oxirida ko'rsatamiz. Qarang, bu yerda zamoyda alohida bitta ishchimiz tikishadi. Zamoyda nimada? Bu yerda cho'ntakda mana bitta ishchimiz cho'ntak tikishadi. Bitta ishchimiz faqat bo'yin tikishadi. Bu yerda mana yoqa qo'yamiz bu yerda. Yoqalar qo'yilyapti. Bitta qo'lni nimasi manjet qo'yamiz bu yerda. Har bitta nimamiz alohida. Nima qilinadi? Bu patoglarimizni ham kakpalojni xuddi shunaqangi stil. Hamma yo'q. Hozir hammasi har xil tikilib ketyapti. Hammasida har xil fasonimiz ketyapti. Hamma patogimizda har xil fason. Bu lozimlar, ya? Ha, bu shimlari. Shimlari. Bu ko'ylaklarimiz.
Mana shimlarimiz alohida. Bularni har bittasiga javob beradigan odam bormi? Odam bor, har bitta ishimizga javob beradigan odam bor. Bu chiskachi fonni chiskalab chiqishadi. Fonni chiskalab har bittasini qarab bitta ip osiltirmasligiga javob berishadi chiskachimiz. Qaraladi. Keyin yerda ham yo'q, tayyor bo'lib bitib kelgandan keyin bitta toshchilarimiz. Tak polovna Tosh bosishadi. malakali toshchilarimiz. 5 yil ish tajribasiga ega toshchilarimiz bor. Biz ro'para kelgan ishchini olmaymiz. Oldin ishiga qaraymiz, sifatiga javob berasa, keyin ishga olamiz. Bo'lmasa ishga olmaymiz. Bizga unaqangi ishchilar kerak emas. Bizga ishiga javob beradigan odamlarni ishga olamiz. Hammasi tosh bosishar ekan. Hammasi bu yerda faqat tosh jarayoni. Mana Versace fasonimiz chiqyapti. Bu yerda ana chiziq fasonimiz. Bu yerda zebra fasonimiz. Mana Bu nima uchun qo'yilgan bu? bular shimlar aralashib ketmasligi uchun. Razmerlar bor. Ularda shimlarimizni razmerlari bor o'ziga yarasha. Shim ham alohida razmer. Shim ham alohida, tepasi ham alohida alohida razmer bo'ladi. Keyin bizniki nimasi standartga javob beradi. Aytaylik mana necha razmerimiz? 50 razmerimiz haqiqiy 50 kiyadigan odamga tushadi. Bemalol tushadi. Hali bitta razmer urmaymiz. Mana 48imiz. Mana faqat 48 kiyadaganga tushadi. 48 faqat 48 ga 50 ga. 50 ga tushadi. Necha razmerimiz? Bu necha razmerimiz? Bular ham alohida qilingan ekan-a? Hammasini alohida. Bular mana shimlar o'sha alohida yozilgan. Bu yerda nima qilinadi? Qarang, bu yerda har bitta ishimizni mana tekshirib olishadi. Yerdan keldi, chiqdi, bo'ldi, pachkaga emas. Bu yerda kak polojna har bitta biragi yo'qmi ichida, bir nuqsoni yo'qmi tekshiriladi. Agar nuqson chiqib qolsa, shu yerdan qaytadi orqaga. Nimaga pachkaga kirgizmaymiz bu yerda. Bu mana shu yerda tekshiriladi kak polojna. Chunki biz eksportdan ko'p qilamiz. Eksport qilganimizdan keyin olib borgan odamga umuman birak chiqmasligi kerak ishlarimiz. Keyingisi upakovkaga? Keyin bu yerdan chiqib turib mana bu yerga joylab berishadi. Keyin bu yerdan mana upakovkaga kiradi. Har bitta ishimiz. Har bittasini upakovka qilishadi. Har bittasi o'sha razmerlari ichidan tashqari ustiga ham qo'yilar ekanda. Alohida bu yerga bitta razmer, ichiga alohida bitta razmer. Alohida razmer. Bo'ladi. Yo'q bo'lsa ham razmerda muammo bo'lmaydi ekan. Bu yerdan chiqib qayerga boramiz? Hozir bu bag'dagi nimalarimizni ham bir fasonlarimizni ham bir ko'rsatib o'taylik. Bu fasonlar qanaqasi? Bu Spartiniymiz. Spartiniy fasonlar. Spartiniymiz. Spartiniymiz ham mana bu hali tayyor ishlar hali bitmagan holati bu. Hali bu yana ozgina pardoz dazmol qilamiz, keyin bularimiz keyin pachkaga kiradi. Bu ham alohida bu o'zi tikiladimi? Buni alohida tikilanadi bu teknologiya. Tikilar ekan. Buni hali chiskachimiz chiskalaydi buni. Bu shunday ahvolda kirib ketmaydi hozir pachkaga. Yo'q, bu natolga kelmagan ekan. Alohida tikib yo'q, bu alohida. Buni ham eng originalini ishlatamiz. O'zi biladiganlar biladi. Yaxshi sotadiganlar o'zi bu buni 5 xili bor-da. Buni eng tozasini ishlatamiz. Matoga o'xshab-a? So'lt ekanda faqat. Mana bitta chiska qilishyapti shimlarimizni. To'g'ri, o'xshab bag'da ham alohida. Bag'da tizim bitta ham ekanda, bir xil. Bittagi tizim bitta ham. Bitta ham mana kak polojna. Mana Spartiniyimiz o'sha matomi deganingizga mana yerda o'sha tikilyapti. Spartiniylarimiz. Mana tikilyapti. Bu yerlarga ham ishchilar keladimi? Bu taraflarda ham ishchilar ishlaydi. Bu yerlarda ham ishchilar ishlaydi kak polojna. O'zini ishchilar ishlaydi. Mana haliga bichuvdan chiqqan narsamiz mana bu yerda mana chiqadi mana. Bu yerga keladi. Bu yerdan boshlanadi yana jarayon. Yo'q, boshlanadi. Opam qo'ygan narsani qo'yib, kelganini aytib. Bu yerda boshlanar ekan-da tikish, bu yerdan boshlanadi kak polojna. Bu hozir bu lozimmi? Shunda? Bu lozim tikish jarayoni. Yerda qo'l tikish jarayoni, qo'lni tomon. Bu yerda faqat bu tomon lozimmi? Yo'q. Lozim endi bu ikki kishi lozim tikishadi. Bular o'zi boshqa fasonimiz. Bular yangilik fasonlarimiz. Bular yangi fason chiqaramiz bularda. Bu patogimiz bo'yicha yangilik nima qilishni boshladik. Mana bunaqa qiyiq bo'lib qolyapti-yu. Bular qayta to'g'rilanadi. Hozir men sizga bularni ham ko'rsataman. Qayta to'g'rilanishini. Bu mana yangi fasonimiz. O'sha bular endi tayyorini ko'rsatamiz bular. Tayyorini ham chiqqan bo'lsa ko'rsatamiz. Bular chunki yangiligimiz. Bular yangilik. Bular yangilik. Har doim yangilik ustida ishlaysizlar. Yangilik ustida ishlaymiz. Biz asnoviy yaxshi model chiqarishga harakat qilamiz. O'sha narsani bergan klientlarimiz yillab sotish uchun asnoviy sifatga ahamiyat qaratganligimiz uchun o'ta ko'p model yarata olmaymiz. O'sha bitta modelni ustida yaxshi bosh qotiramiz. Bu yerda ham dazmol ekan. Bu yerda ham dazmol. Haligi turli degan joyingiz qayerda? Shu to'g'rilanadi. To'g'rilanadi. Bular har bittasi ish, har bittasiga alohida oylik, alohida nima mablag' to'lanadi bular. Hali bir xilgilar o'ylashi mumkin-da, nimaga sizni narsalaringiz ozgina qimmat deyishi mumkin. Bu yerda kak polojna to'g'rilanadi hamma narsamiz. Endi bunaqa yuraveramiz. Bu tayyor mahsulotlar qaytib turadi. Qarang, bugungi chiqqan mahsulotlarimiz mana chiqib kelyapti. Shu yerga joylaymiz. Keyingilar joylaymiz. Keyin bu yerdan olib turib kechqurunga alohida ikkita ishchimiz bor. Ular har kunga chiqqan narsalarimizni
Sklatga olib o'tadi. Ha, bu yerdan sklatga olib o'tadi. Olib kelinadi. Ha, u yerdan bu yerga chiqadi sklatga. Ha, hozir yerda. O'zini rati bor, mana bu yerga bu fasonimizni qo'yamiz. Bu yerga mana hozir mana bu yerga yangi modelimizga joylashtiryapmiz. Sekin chiqib. Bular hammasi har xil fason ekanda. Har xil o'zini nimasiga ratiga qo'yamiz. Yuk kakpalojni ob'yom ishlaydiganlarga yukimiz bemalol O'rta Osiyo bo'yicha yetkazib beramiz. Ha, bular olib chiqayotgan palasalar. Ha, bular palasalarimiz. Keyin biz faqat ketadigan ranglar chiqaramiz. Rangli ortiqcha rang chiqarmaymiz. Hozir ko'ryapman, haqiqatan aytganingizda 5 xil 6 xil rang bor xolos. Ha. Основной 5 xil rang. Bitta qizil ishlatamiz, ular kelinchaklar uchun faqat qizil ishlatamiz xolos. Asosan qora bardovoy elektron svitlar ekan, hadoy bo'lgan. Ular tayyor-a o'sha. Hozir bor. Hali chiqayotgan yo'qmi uning ichida? Yangi modellar? Yo'q, yangi modelimizdan yo'q hozircha buning ichida. Mana hozir bor modellar, erta chiqib bo'lgan, sotilayotgan modellar bular. Bularimizni razmeri nechadan nechaga? Bularimiz razmeri 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha chiqadi. Razmerga o'sha aytganimdek tushadi. Narxlari 120 ming beryapmiz. 120 mingdan. Ha. Keyin toshlarimiz. Tosh toza Swarovski. To'lanishi ham boshqacha. To'kilmaydi bular, toza. Yo'q, bemalol qo'lingiz bilan bexijolat hozir to'kilsa hozir mana shu yerda qolsin. To'kilib, ha. Hali kontrolchimiz bu toshli modellarimizni har bittasini sidirib chiqadi. Ha. Bu eng kichkina razmer shekilli bu. Ha, bu eng kichkina razmer. 46 ekan. Bu yerda ham 46 bor. Ya'ni ikkita kelajagida ham razmeri bor. Bularni 120 beryapmiz. Ha, bunisi-chi? Ha, bu modelimizni ham 120 beryapmiz. Buni ham toshlari toza. Keyin qarang, bitta narsani aytib o'tkazish kerak. Buni monetiga uloq solinsa, arzonroq chiqarib beramiz. Bitta 100 minglar atrofida chiqarib beramiz. Demak, uni chaki to'g'ridan to'g'ri yaqaga qo'liga o'tgan ekanda. Materialimiz ko'p ketgani hisobiga. Nega umuman chaki yo'q? Chaki yo'q. Shuni hisobiga buni 120 ming beryapmiz. Ha, bu 120 ming. Lozimida, lozimi yo'q ekan buni. Yo'q, lozimi bor. Buni har bitta modelimizda lozimi bor. Har bitta keyin zamoklarimizni tekkiz ishlaymiz biz. Har bitta modelimizda uni. Buni ham oling mana. Zamokda qarang. Bitta nima yo'q, qirqishiq yo bir. Bu lozimida toshi bormi? Yo'q, bularimizni lozimida toshi yo'q. Bularning lozimi bor mana. Lozimi bor ekan. Faqat toshi yo'q ekan lozimi. Shunday. Bularimizni lozimida toshi yo'q. Bunisi 48 razmer ekan. Yo'q, bu ham 46 razmer. Ha, bu ham 46. Ha. Bunisi 48 ekan-a? Ha, bunimiz 48. Ha, bu 48 ekan. Bu marindal yopib ketadi. Xuddi shunaqa edi. Hali tayyor, ha? Bu mana endi tayyor holati. Buni lozimida ham bor buni mana. Ha, mana. Lozimida ham. Keyin to'xtang, lozimlarini ham bir ko'rsatib. 48 ga 48 ga bu. 48 da lozimi. 48 da lozimi 48 ga tushadi. Kattagina chiqaramiz. Основной lozimga e'tiborda qaratganmiz, sababi hozir talab ko'proq lozimga bo'lyapti, ishimiga qarab olishyapti hozir. To'g'ri aytasiz. Lozimlari birinchi o'rinda hozir. Ko'pchilik ba'zi yo'llarda lozimcha kichkina chiqib qolyapti o'zimiz shuncha yurganimiz uchun. Hammasi zamogi ham original zamog ekan-a? Hali oqarib ketadigan zamogdan emas. Yo'q. Mana zamogga ham e'tibor berasizlar. Keyin tekkizligi. Ha, tekkizligiga birinchi o'rinda u eng muhimi. Tekis tushish kerak, unaqa palasa berib yormaydi. Ko'rayotgansizlar, to'lqin bo'lib ketmagan. Bunimiz endi buni kapshonkalik chiqardi, endi bu variantini ham chiqaryapmiz endi. Ha, bu narxini necha qilib beryapsiz? Buni 110 beryapmiz. 110 mingdan bular. Optim narxi 110 beryapmiz. Bular 110 minglik. Qolib bo'lsa bunisi. Bu Versace fasonimiz. Buni lozimida ham toshi bor edi. Ha, bunikini ham lozimida toshi bor, ekipolojni. Ha. Xo'sh. Bunikini ham ekipolojni lozimida ham toshi bor, yonidan tushgan. Qo'llarida ham toshi bor va oldida ham toshi bor mana. Versace. Bu ham bularimizni narxi ozgina arzonroq. Bularni 105 ming beryapmiz. 105 ming. Aytishlaring mumkin, nimaga buni bo'yi ham, razmerlari ham katta-katta. Bu 48 dan 54 gacha bir xil matto ishlatamiz, lekin buni toshi Swarovski emas. Ha, plasmassa tosh, lekin modelimizga o'zi tushgan. Juda ham qo'llanyapti sizlarga. Mana matoning birinchi sortligiga bo'lsa kerak-a? Ha, matoyimizda o'zi birinchi sortligi, o'zi videoda ham bilinsa kerak. Bilinyapti, o'sha o'ta bilinyapti. Chunki matoda ham hozir raqobat kuchayib ketgan. Biz iloji boricha eng zo'rini ishlatyapmiz matoyni. O'zgartirmadik. To'g'ri, boshqa matolar narxi tushdi, lekin biz ishlab turgan mato narxi tushgan yo'q. Shuning uchun o'zgartirmayapmiz. Narxi ta'sir qilsa ham o'zgartirmayapmiz. Buni qanchaga beramiz dedingiz? Buni 105 beramiz. 105 mingdan, lozimida ham toshi bor, cho'ntagi bor hammasi. Bo'yi ham uzun. Bo'yi ham uzunroq chiqadi modelni. Keyin bu yangilik modelimiz. Yangi model, Swarovski tosh ekan bu. Toshi bu toza Swarovski tosh. Buni zamoylari ham toza. Zamogi ham to'g'ri tushgan. Ham tishi boshqacha ekan buni. Ha, bu toza zamok. Ha, toza, qimmat zamokdan. Qimmat zamokdan. Buni ham ekipolojni shimi bor. Buni ham shimi bor ekan, shimi ham o'zini. Shimini rezinkalarini ham bir nima qilib keting, nimamizda ekipolojni ikki qatordan tikilganmi? Ha. Juda zo'r chiqqan ekan. Ichlarida tikilishlari. Choklarini ham bir nima qiling. deb aytyapman-da. Ekipolojni rezinkasini ham hali arzon rezinkadan ishlatmaymiz, chunki kiygan odam bizga rahmat aytishi kerak, ertaga uni kiyib tashlab yubormaslik kerak.
Bu narxi trendda buni narxi 130 ming beryapmiz. Buni 130 mingdan, razmeri 46 dan 52 gacha. 46 danmi ham? 46 dan 52 gacha ekan. 52 gacha. Bunisini Bu eng hozir trendda bo'lgan nimamiz? ko'ylaklardan, Ha, xalatlarimiz. buni lozimida tosh bormi? Ha, buni lozimida toshi bor. Ha, mana lozimida ham tosh bor. Lozimida ham toshi bor. Keyin mana shunisiga ham ahamiyat qaratib qo'yasizlar. Bu tosh toza Swarovski. Ha, Swarovski tosh. Ha, keyin bunday ko'chiring buni, iloji bo'lsa birontasini ko'chirib bering. Hali mijozlarimiz uchun biz ko'chmasligini ham qo'l bilan tirnab ko'chirib bering. Iloji bo'lsa. Yo'q, umuman ko'chmayapti. Ha. Ko'chirib berganga bonus beraveramiz toshini. Bemalol, ha? Ha. Hali kir mashinaga sovuravergan. Ha, kir mashinada bemalol yo'radi biz ishlarni. Chunki aytyapman, bu toshini ko'chirib berganga bonus beramiz. Cho'ntagida ham tosh bor. Pulning orqasi tosh, yoqqa tosh, cho'ntak tosh, lozimida ham toshi bor. 48 razmer. Narxini necha pul beramiz buni? Buni 110 ming beryapmiz. Buni 110 mingdan chiqaryapti. Qo'lida ham tosh bor, e'tibor berasizlar. Bu ham 46 dan 52 gacha razmerimiz. Prostoy tosh emas bu. Ya'ni buni toshdan emas, adashtirmanglar. Bu haqiqiy Swarovski tosh. Buni kelib ko'rgan, shu ko'rganda bitta bilinadi. Videoda ham o'zi bilinsa kerak. Ha. Mana bunisi ham Swarovski tosh. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, yaltirashi biz bilinib turibdi. Cho'ntagida mana qo'lida barag'ida ham toshi bor. Shunisiga ham e'tibor berasizlar. Bu ham narx-navoga ta'sir qiladi va zamogida va yonida toshi bor. Aylanasiga. Oldi tarafga. Keyin qo'lini varaqchasida ham bir nima qilib qo'yasiz. Kakpolojni betlarini ham hali kontrolchimiz bor edi-ku, ko'rgan bo'lsangiz, o'sha kakpolojni tekshirib oladi. Bir nimachasi qolib ketmaganmi, bir defekt yo'qmi, bu ham e'tibordan chetda qolmaydi bu. Har bitta nimamiz. To'g'ri, tikilishlariga. Chunki sababi bag'i katta, bag'i kichkina bo'lsa, biz uni qaytaramiz. Buni necha pul beramiz? Buni 110 beryapmiz. Buni 110 beryapmiz. Buni lozimida toshi yo'q-a buni? Yo'q, buni lozimida toshi yo'q. Bo'ldi. Cho'ntagi bor. Cho'ntagi bor. Hammasini cho'ntagi bor modellarda. Ha, bitta mana g'uncha modelimizdan tashqari qolgan nimalarimiz cho'ntagi bor. Ha. Keyingisi Chinorbankmi bu? Bu Chinorbank. Bu trendda, bu eng trendda bo'lgan mahsulotimiz. Bu yil sezonda faqat shu modelimiz chiqardik. Shuncha ishchilarimiz почти faqat shu model uchun ishlashdi. Buylar? Ha, toshlari o'zingiz ko'rib turganingizdek. Juda to'lanyapti. Ha, eng qimmatini ishlatamiz toshda ham. Qizil bo'lib turib, mana nimasi, o'ziga mos kelyapti lekin. Yonadi. Yonyapti, juda yonyapti. Bu toshda ham qoraga sal boshqacharoq uni ishlatamiz. Bu rangga boshqacharoq ishlatamiz. Hamma joyi kesilgan ekanda Chinorbank bu, mana bu ham kesilingan. Mana ko'rinyaptimi? Bu ham alohida kesilgan, qo'li ham kesilgan. Bu degani har bittasi e'tibor degani. Mana shu kesishda ham gap katta. Ha. Buni ham alohida nima qilib kestiramiz. Ha, faqat o'sha yerdan kesiladi, ortiqcha mana buni ham o'zimizning malakali nima ishchilarga kestiramiz buni ham. Mana qo'limga olganda ko'rinyapti. Alohida kesilgan. Buni narxi necha pul chiqyapti? Buni 120 beryapmiz. Yoqasi ham toshi bor, bo'ligacha. 120 ming. 20 mingdan bularimiz. Razmeri o'sha 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha. Bu yangi model bu. Ha, bu yangiligimiz. Buni o'zimiz nima qildik? Toshini o'zimiz chizdirdik. Ha, faqat o'zingizda bor hozircha. Hozircha o'zimizda bor. Hozircha menimcha hali hech kim o'g'irlashga yo'q deb nima qilamiz. Mana lozimida ham toshi bor. Lekin mayli, biz xafa bo'lmaymiz. Boshqalar ham chiqarsa bizdan xursand bo'lamiz. Xafagarchilik bo'lmaydi. Lozimida qo'lida toshi bor va cho'ntagida va oldida toshi bor. Shunisiga e'tibor berasizlar. Tosh ham original tosh. Buni necha pul chiqadi narxi? Buni 115 ming chiqaryapmiz. Keyin buni bo'ynalarini ham bir ko'rsatib o'tib ketaymi? Mana shu основной mana shu yetlari mana tekkizligi. Tikilishi cho'tki chiqqan. Zamoshlariga, hammasiniki zo'r. Necha pul dedik? Buni 115 ming beryapmiz. 115 ming. Lozimida ham shu kengligini bitta ko'rsatib beramiz. Bu petga hozir ishchilarimiz pashta hammasini kichikroq razmer ilib qo'yishibdi. 48 razmer ilganda, 48 razmer. Eng kichkina razmerlarimiz. Hozir mana maktabda 54 razmerimiz ham bor ekan. Bu necha pul chiqyapti bu model? Ha, bu modelimiz 115 ming chiqyapti. Bular 115 ming. Ha, bu yangilik modellar bular. Hali chiqib yo'qmi uni? Yo'q. Chiqqan sotilyaptimi hozir? Ha, bu necha razmer sotilyapti? Bu 54. Bu 58 gachalik modelimiz. Rosa kattami u? Yo uzun modelmi o'zi? Bu uzun model, yoshi katta onaxonlarimiz, uzun kiyadigan opalarimiz kiyishadi bu modelda. Uzun model. Hozir buni 54 shimi qanaqa ekan deganlarga, mana 54 shimi o'ta katta. Ha. Ko'ylaklarding-ku. Yoshlarga bitta ko'ylak tikib beraveramiz shimiga. 58 ni shimi bundan ham katta. Hammasini shimi? Ha, o'zini shimi o'ziga tushadi. Hali bichoxonada ko'rsatdimmi? Ha. Mana 54 razmerimiz ham bir nimasini ko'rsatib qo'yasiz. Eniga. Ha. Juda yangi ekan. Ham cho'ntaklarda toshi bor, oldida, tepasida ham yana alohida toshi bor. Buning oldi tosh. Zamokka e'tibor berasizlar doimgidek. Buni narxi qancha chiqyapti? Bularimiz narxi 110 ming chiqyapti. 110 ming? Hammasi optim narxi. Optim narxlar. 54 razmer. Razmeri nechadan nechaga? Bu 52 dan 58 gacha. 52 dan 58 gacha. Hammasini har xil ranglari, rasvetkalari bor. Faqat bittadan ilib qo'yilgan. Xohlagan ranglardan ham bor bu yerda. Mana bu yerda qaysi ranglar ko'rinyapti? Hammasidan o'sha ranglardan bor. To'g'rimi? Telefon nomeringizni berib o'tgansiz. 90lik. 90lik. 292 292 03 03 01 01 raqamiga aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimizni shikka kelishursinmi yo do'konlarga? Yo'q, do'konga o'tadi. Do'konga o'tadi. Lokasiya tashlab beraverasiz. Lokasiya tashlab beraveramiz. Har kuni bor. Kun bormi?
Yo'q, dushanba kuni dam. Dushanba dam kuni ko'proq olmoqchi. Lekin telefonimiz ishlaydi. Ha, keyin yana bitta narsa, eng kam chiqarib berishimiz 30 dona. Ha, 30 ta eng kamida. 30 tadan past oladiganlar iltimos bezovta taqmaymiz. Do'konga solaveradi. Do'konga kelsa kakpolojni 3 ta olaman desa ham beraveramiz do'konga. Do'kon hozir Qo'qonga keladi, faqat Qo'qonda bor hozir sizlar do'kon. Ha, bizning do'konimiz hozircha Qo'qonda bor, keyin Bishkekda bor, Bishkekda bor, Qorasuvda bor. Ha, Qorasuv. Bishkek Qorasuvda bor. Ha, yaqinda endi xohlagan davlatga dastavka bor. Rossiya, Esengi davlatlariga hamma yoqqa dastavka qilib beramiz. Qirg'izistonga o'zi kakpolojni qilamiz. O'zi pastga chiqib turgan yarim yukimiz Qirg'izistonga ketadi. Chiqib turgan. Mana shu chiqqanlar. Hozir biz bu yuklarimiz hozir o'z asosiy Qirg'iziston uchun yig'yapmiz. Mana buni sportivniy chiziq yuklarimiz. Sababi hozir yerda sovuq bo'lib turganligi uchun hozir biz sletga chiqarib qo'yyapmiz. Ertaga sezonimiz boshlanganda bu yuklarimizni chiqarib berib yuboramiz. Dastavka qilib? Dastavka qilib beramiz. Dastavka uchun hammasi uchun shu nomer? Ha, dastavka uchun ham o'sha nomer. Telegramdan yozishaveradi. Telegramdan yozishaveradi. Telegramdan ham telefon qilsa ham bo'laveradi. Telegramimizdan ham ishlayveradi. Bemalol aloqaga shu nomerga chiqaverasizlar. Lekin dona oladiganlar iltimos 30 ta eng kamida bemalol aloqaga chiqaverasizlar shu nomerga. Kelmoqchi bo'lganlar Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Bog'cha bozorini rati nechi edi? S blok 38-do'kon ham bizniki, S blok 58-do'kon ham bizniki. Ha, ikkala do'konga ham o'tavasizlar. Salomat bo'lasizlar. Shu narxda beriladi. Ha, shu narxda beriladi. Mana shu yer ular do'konlar bo'lishadi. Qatorlarni tushuntirib o'tamiz. S blok 33-do'kon. 33-do'kon. Bog'cha bozori, Qo'qon Bog'cha bozori. Qo'qon Bog'cha bozorida mana shu hashkurga hammasi mana shu sexdan chiqadi. Mana shu ko'rga hamma ishlar o'zlarining ishlari. Optim narxlari o'sha narxlar. Bilasizlar, ishlari. Do'konda va boshqacha turadi. Shuni bilinganda. Bular ikkinchi do'konlangan bu yer. Ha, bu ikkinchi do'kon. Qatorda nima deyiladi qator? S blok 58-do'kon bu. S blok 58-do'kon. O'sha narsalar hammasi bor, ekan turishadi bu yerda. Bilasizlar, hamma narsa bir xil. Assortimentlar. O'sha assortimentlar bitta ham bor. Narxlari ham bir xil. O'zlarining ishlari. Bemalol aloqaga chiqaveradi. Dastavkalar bor hamma joyga. Dastavka butun O'rta Osiyo bo'yicha bor. Boshqacha chiqib qo'ydi. Bitta haligi xatolarimizga toshlarimiz mana shu yerda kakpolojni faqat o'zimiz uchun yig'iladi bular. Ha, shu to'qimlarga, ha. Bular mana Qo'limizni mana bu yerda chinorimiz yig'ilyapti mana. Mana Swarovski toshi? Ha, bular hammasi Swarovski. Mana. O'zi biz buni turtdik. Hammasi o'zi tayinlab qolib usti ochiq qolar ekanda. Mana shu o'zlari cho'kib turibdi. Nargis boshqa tosh ekan. Bu haligi nima, paraxodda. Mana o yerda ramashka fasonimiz yig'ilyapti. Bu boshqa fason. Keyin bu yerdan olib chiqib, bu yer tosh tiskilatimi? Ha, bu tosh tiskalati. Tayyor bo'lgan toshlar chekka chiqadi. Toshlar chekka chiqadi. Hammasi bir Kvalitet chiziq fasonimiz toshi, mana buniki. Zebra fasonimiz toshi. Ha, bo'ldi. Mana buni chinor fasonimiz toshi mana. Bularni hammasini qo'yib chiqib kesib chiqar ekanda keyin, ha? Ha, bularda har bittasi. Ketib bo'lar ekan. Bu haligi katta gulli qimmat nima toshlardan ekan. Bu mana haligidan qo'liga tushadiganlar. Ha, buni qolipimiz. Ha, bu qolip uji. Ha, shuning ichiga tortib olar ekan, tortib oladi, bilasizlar. O'nganlarni qo'ygani o'shancha to'ntarib chiqar ekan. Ha, keyin shunda bunaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Ha, tushunarli yana. Ko'ryapsizlar, hammasi shu yerda. Shu ko'rganlarni hammasini o'zlari chiqarishadi. O'zlarining qoliplari, o'zlarida hamma narsasi o'zlarida bo'lganligi uchun ularniki ishiga sifatiga javob bu xolasa. Nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, dastavkalar qilib beriladi. Eng kamida 30 olsalar bo'ldi. Lekin bular sotilmaydi. Yo'q, bular sotilmaydi. Bular hammasi o'zimizga. Faqat o'zlari uchun. Bu uchun aloqaga chiqib yurmaydi ham. Bular sotilmaydi, bular o'zlari uchun tikilgan hammasi ishlab chiqarilgan. Faqat o'zlari. O'zimizning xalat uchun o'zimiz alohida tosh ishlatamiz. Toshlar Xitoynikimi? Ha, Xitoy. Bular o'zimiz uchun alohida keladi toshlar. Ha, toshlar alohida keladi. Tashqarida toshlar. Bular ham hali chekkalarga ishlatiladigan albilman nimalardir deydi shular, ha? Mana toshlarimiz mana. Toshlar faqat o'zimiz uchun keladi. Alohida o'zlari uchun tosh kelar ekan. Swarovski toshlar. Qop ichida bo'ladi. Ha, ko'rdingizmi? Qoplangan o'sha. Original toshlar hammasi. O'chib ketmaydigan, sinib yo'qolib ketmaydi. Mato yo'q bo'lsa ham yo'qolib ketadi. Tosh yo'qolib ketmaydi. Mato yo'qolib ketsa ham tosh yo'qolib ketmaydi. To'g'ri aytasiz.